Parvoz paytida birdan kislorod maska pastga tushdi. Razgranatizatsiya samolyoti ovoz chiqdi. Dahshat, hamma panikada. Men ham juda ham qo'rqdim. Rostini aytsam, men o'yladim, bu o'sha oxirgi minutlar bizning hayotimizda. Shunday bildimki, bizning hayotimiz rostdan ham juda ham qisqa ekan. Shuning uchun bitta narsa tushundim. Oilamni juda ham yaxshi ko'raman, ayniqsa singlimni. Bu payt singlimdan uzr so'ramaganim xato ekanligini tushundim. Shuning uchun bitta narsa aytmoqchiman. Xafalikni ushlamang. Biz hammamiz insonmiz. Hammamiz adashamiz. Hammamiz xato qilamiz. Kechirib yashash osonroq. Hayot yengilroq bo'ladi.